Nima gap? Tinchmisizlar, mazali yaxshimi, charchamayapsizlarmi? Jigarlar, shu desanglar, ertalab soat 12 da savol paydo bo'lib qoldi miyamga, kelib qoldi-da. Mana kecha 1-aprel edi. Hamma narsa plastik o'tib ketdi. Sigaret, vinovodka, suvlar, gaz, benzin, uy oldi sotdi, mashina oldi sotdi. Men kichkinagina savol qiziqtiryapti-da. Endi bo'mishlar yoki alkashlar qanaqa qilib icharkan degan savolga qiziqtiryapti-da. Ani pasport yo'q bo'lmishlar endi bo'ldi, tarqilarkanda. Juda ham katta yengillik bo'ldi, chunki endi ishonmaydi. Chunki plastik ochirish uchun pasport kerak, pasport boradi, doim plastikka pul tejab beradi. Uning uchun o'zi fikrlaydi. Deydi, qo'y deydi. Endi ichishim qimmatga tushib ketyapti deydi. Ichsam deydi, qimmatga tushib ketib qolyapman deydi. Yoki sigaretni chekadigan bo'lsa, agar naqd pul bo'lmasa, misol uchun, bu bo'lmish ham chekadi-yu. Avval bankomatdan pul tashiydi plastikka, unga foiz olib qoladimi? Keyin yana ichgan undan agar kartadan qilsa, undan ham foiz olib qolsa bo'ldi deydi, qo'y deydi. Men tashiyman. Timboli bo'lmishdan telefoni bo'lmaydi-yu. Qanday azoblanadi? Juda ham katta yengillik bo'libdi. Mana shu tomonidan men juda ham xursand bo'ldim. Endi bo'lmishlar juda ham kamayib ketadi, ichadigan insonlar. Ichkilikni pastga tashlab yuboradimi deyman, hamma. Shunaqa gaplar, hamma joy plastik bo'ldi. Endi biz ham hozir endi kafeda harakat qilyapmiz, hamma narsani plastik o'tkazishga, chunki vaqt berishgan. Maksimal darajada hammasini plastik o'tkazishga harakat qilyapmiz. Biz nima deymiz? Xo'p deymiz, chiroyli qilib qo'yishga harakat qilamiz. Tak что shunaqa gaplar. Endi ichish tashlab yuboringlar.